atamalarni aytganimizda hojat yo'q. Ana shu nerv tizimidagi to'xtalishlarni ham joyiga keltiramiz. Xo'p, xato instinktlar bilan ishlaymiz. Kimdir qochish kerak yerdan qochmayapti, kimdir bekinish kerak yerdan bekinmayapti, kimdir urish kerak yerda urmayapti. Shunaqa holatlar bor. Katta bola bo'lib, kichkina bola ko'tigi bir debsa ham xo'p aka deb turadigan holatlar bo'ladi. Mana shu instinktni to'g'ri ishlamayotgan holat bo'ladi. Xo'p, allergiya bilan ishlaymiz. Mikrob hamda parazitlar bilan ishlaymiz. Xo'p, eski jarohat o'rinlari bilan ishlaymiz. Kuygan, kesilgan, singan joylar bilan ishlaymiz. Va harakatsizlikda turib qolgan odamlar bilan ishlaymiz. Mas'uliyatsizlikda yurayotgan odamlar bilan ishlaymiz. Tug'ma holatlar bo'ladi. Tug'ma endi shunaqa bo'ldi, o'tib ketaveraman shunaqa deb o'ylaydi. Yo'q. Uni ham qanaqadir yerlardan to'g'rilasa 100% bo'lmasa-da hech bo'lmasa 30% o'zgarish berishimiz mumkin. Baland, past, ozg'in, semiz odamlar bilan ishlaymiz. Past odamlarda nimaga bo'y past bo'lib qolayotgan bo'lsa, qaysidir tochkalarda uni o'sishiga ruxsat bermayotgan yerlari bor. Semiz odamlarda uni shu semizligiga imkoniyat olib kelayotgan joylar bor. Shularni to'xtatamiz. Mana buni ochib beramiz va oxirida psixika bilan, ya'ni ong bilan ishlaymiz oxirida. Mana shu qarangki 21 ta holatni ichida oxirida turibdi. Biz nima bilan ishlay olmaymiz? Kimdir lapatka bilan boshingizga qo'yib yuborgan bo'lsa, yangi holat, ya'ni anatomik holat bilan biz ishlay olmaymiz. Endi yorilgan yoki kimdir qorningizga pichoq sanjib olgan bo'lsa, biz u bilan ishlay olmaymiz. Og'riqli holatni eng kuchaygan holatida biz ishlay olmaymiz. Ular bilan faqatgina vrachlar ishlaydi. Biz mana bu ko'rsatilgan 21 ta holat bo'yicha ishlaymiz. Biz faqatgina boyagina aytib o'tganimdek tana va ong bilan ishlash jarayonimizda bitta psixika bilan emas, mana bu ko'rsatilgan jam bilan ishlab o'tamiz. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib savollaringizni qoldiringlar. Men imkon qadar sizlarga javob berishga harakat qilaman.